Bundan bir 5-6 yil oldin bitta bola keldi oldimga, aka dedi, burnimdan dedi hid keladi, doimiy keladi. Unda yosh doktorman ekan. Ko'rdimda burunda ichida nimadir turibdi. Atsos bilan tozalab ko'rdim. Haligi narsa juda qattiqroq narsa. Pinsetimiz bilan ushlab tortib ko'rdim. Ushlab tortib ko'rsam qattiq turibdi. Haligi bola endi primерно bir 20 yoshli bola. Og'riyaptimi desam, og'riyapti dedi. Biz og'riqsizlantiruvchi dorini qildimda haligini yana ham juda qattiqroq tortib ko'rdim. Bolani boshi qimillayapti. U mustahkam turibdi. Bilib turibman bu ortiqcha narsa. Uka dedim, burningiz ichida dedim, nimadir turibdi dedim. Olib tashlashimiz kerak u narsani dedi. Aka dedi, bo'ldi oling dedi. O'zim ham qiziqdim. Nima ekan bu deyapman endi. Og'riqsizlantirdik. Shuni olsak deng, chilliq qurtni toshi. Aka dedi, buni burnimdaligiga dedi, kamida 10 yil bo'lgan dedi. Bir 2-sinf, 3-sinfligimda dedi, mol boqqani chiqardik dalaga dedi. Biz dedi Arada qirg'og'ida tagimizga etakni tashardik, yo'qotardik. Muzdek bo'lardi. Uxlardik. O'sha paytda dedi, shunday tursak ustimiz to'la shilliq qutib bo'lardi dedi. Qoqib tashab dedi, ketaverardik.